55 ming so'm bir dana sim kart alsam, yana 55 ming so'm ichine tashab 110 ming so'm aytib, men qaytib berasizmi shunda? Ava, üstüne laminatdan qo'shib beramiz. Oho, xonqadal bo'lma yangilik bu shunda. Endilikda bunachilar Yo'ldosh Mobile'da avtosug'urtani 160 mingiz, 130 ming so'm yozdirsangiz bo'ladi. Undan tashqari davlat xizmatlari, ya'ni avtomashinangizda davirnisti ismi, tonirovka ruxsatnoma ismi hammasini olsangiz bo'ladi. Undan tashqari bir-birine chiroy raqamlar 0222 12 12 xullas hala nomeringizni olsangiz bo'ladi. 55 lik tarifga qo'yasiz. Bir nomer olasiz, birini shuningdek qo'shib beradi. Sizda 55 ming so'm ruxsat oladi, 110 ming so'm etib sizga qaytarib beriladi sim karta bilan. Yana yetmayanda dastlabki xizmatlar ham bor. Ha, aytgandek, ma'lumot uchun Instagram profilini qoldirib ketaman, o'tib obuna bo'lib qo'yishni unutma, xudo xolasa. Telefon nomerlarini qoldirib ketaman. Dastlabki xizmatidan bemalol foydalansangiz bo'ladi. Bizning manzilimizga keladigan bo'lsak, barimiz eski Xanqa kinoteatr bo'ladi. Agrobank, ya'ni Xanqamiz markazidan bo'lgan optikani yonida joylashgan bo'ladi. Bemalol kelaverasizlar, ekranda ko'rib turgan nomerlarga chiqaverasizlar.